Ishonch va taraqqiyot sari shiori ostida davlat xaridlari tizimida amalga oshirilgan yangilik va o'zgarishlarga bag'ishlangan seminar tashkil etildi. Tadbirkorlar hamda davlat aktivlariga ega tashkilotlar o'rtasida hamkorlikni yanada kuchaytirish, davlat xaridlarida ochiqlik, shaffoflik va raqobatni ta'minlashga qaratilgan seminar tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Loyiha 2019-yilda tashkil etilgan bo'lib, faoliyat yo'nalishi bo'yicha ikkita xalqaro sertifikatga ega. Seminar davomida tizimdagi o'zgarish va yangilik xususida ma'lumotlar berildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Jizzax viloyati bo'yicha 2025-yil holatiga ko'ra davlat xaridlari tizimida 436 ta subyekt ro'yxatdan o'tgan. Bugungi tadbirimizdan asosiy maqsad qonunchilikda bo'layotgan o'zgarishlar bilan buyurtmachilarni hamda tadbirkorlarni yaqindan tanishtirish hamda platformamizda shu qonunchilik asosida bo'layotgan o'zgarishlar bilan tanishtirish yaqinroqdan va 25-yil yakuniga ko'ra eng yaxshi buyurtmachilar va eng yaxshi yetkazib beruvchilarni taqdirlash. 2026-yilda shu reja asosida EI yordamchilar asosida odam omilini kamaytirgan holda davlat xaridlarida ishtirok etishni yo'lga qo'yish. Davlat buyurtmachilari orasida 2025-yilda eng faol bo'lgan tashkilotlar: Sharof Rashidov tumani maktabgacha ta'lim tashkiloti, Zomin va Forish tumani tibbiyot birlashmalari eng faol tashkilot sifatida e'tirof etilib, taqdirlandi. Bugungi tadbirda bizda Sharof Rashidov tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limini eng faol buyurtmachi deb e'tirof etgandan juda xursandman. Bugungi tadbir o'tkazgandan juda xursandman. Operatorlarga ham katta rahmat. Tadbir o'tkazayotgan rahbarlarga ham juda katta minnatdorchilik bildiraman. Seminar yakunida ishtirokchilar uchun omadli buyurtmachi o'yini o'tkazildi. Unda maxsus raqamlar tasodifiy tarzda tanlanib, omadli ishtirokchilar aniqlandi va ularga esdalik sovg'alar topshirildi. Ushbu o'yin seminar ishtirokchilarida yuqori qiziqish uyg'otdi hamda tadbirga bayramona ruh bag'ishladi. Mazkur seminar davlat xaridlari sohasidagi islohotlar mazmunini keng jamoatchilikka yetkazish, tadbirkorlarning faolligini oshirish hamda hududda sog'lom raqobat muhitini rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'ldi.